Kech o'ylab ko'rganmisiz, agar birdaniga butun dunyoda elektr o'chib qolsa nima bo'ladi? Internet yo'q, kechasi shahar qorong'ulikda qoladi. Keling, shu mavzuni birgalikda tahlil qilamiz va 10 ta eng katta oqibatlarni ko'rib chiqamiz. Birinchidan, hamma joyda sukunat va qorong'ulik. Shaharlardagi baland binolarni bezab turgan neon reklamalar, ko'chalardan yo'l ko'rsatib turgan chiroqlar, uyimizdagi oddiy lampalar ham hammasi bir vaqtda o'chadi. Bugungi kunda dunyoning deyarli barcha yirik shaharlarida kechasi hayot sun'iy yorug'likka bog'liq. Aynan shu sababli biz kunduz bilan kechani deyarli bir xil ko'ramiz. Lekin elektr bo'lmasa, hayot tubdan o'zgaradi. Kechasi ko'chalarda yurish qiyinlashadi. Odamlar yo'lini topa olmaydi. Hatto oddiygina do'konga chiqish ham xavfli tuyuladi. Toshkent, Nyu-York yoki Tokio kabi yirik megapolislarni o'ylab ko'ring. Doim chiroq nuri ostida yashab o'rgangan shaharlar birdaniga qorong'ulikka cho'madi. Ularni faqatgina sham yoki olovi yoritishi mumkin bo'ladi. Bugungi kunda insoniyat yiliga trillionlab kilovat elektr energiyasini faqatgina yorug'lik uchun sarflaydi. O'ylab ko'ring, butun dunyodagi ko'chalar, uylar, ofislar, zavodlar hammasi elektr yorug'ligiga tayanadi. Agar shu narsa birdaniga yo'q bo'lsa, hayotimiz qanchalik o'zgarib ketishini tasavvur qilish qiyin. Ikkinchidan, hozir butun dunyoda milliardlab odamlar internetga ulangan. Axborot almashish, ishlash, o'qish, hatto oddiygina suhbatlashish ham internetga bog'liq. Endi tasavvur qiling, elektr bo'lmasa serverlar, ma'lumot markazlari, aloqa minoralari ham ishlamaydi. Axborot oqimi to'xtaydi. Odamlar bir-biri bilan faqat yuzma-yuz uchrashib gaplasha oladi yoki qog'oz qalam olib xat yozishga majbur bo'ladi. Xat yozib, uni yuborish uchun kunlab, hatto oylab kutishga to'g'ri keladi. Bugungi tezkor dunyo uchun bu juda og'ir zarba bo'ladi. Axir biz biror yangilikni bilish uchun telefonni ochamiz, xabarlarni bir zumda o'qiymiz, videoni bir soniyada ko'ramiz. Lekin elektrsiz bu imkoniyat yo'q. Sizni qiziqtirgan narsani bilish uchun esa ehtimol bir oy kutishingiz kerak bo'ladi. Bu zamonaviy dunyo uchun haqiqiy falokat emasmi? Uchinchidan, bugungi hayotimizni transportsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Ammo aslida transportning deyarli barcha turlari elektrga bog'liq. Poyezdlar, metro, tramvaylar bularning hammasi elektrsiz yurmaydi. Samolyotlar esa faqat dvigatel bilan emas, balki elektr navigatsiya va boshqaruv tizimlari bilan ishlaydi. Bir zumda bu tizimlar o'chsa, dunyodagi barcha parvozlar bekor bo'ladi. Aeroportlarni tasavvur qiling, minglab odamlar samolyot kutib qoladi, lekin birortasi havoga ko'tarilmaydi. Yerdagi transport ham osonlikcha yuravermaydi. Ha, oddiy avtomobil yoqilg'ida ishlaydi, lekin uning ichida ham elektrga bog'liq bo'lgan yuzlab tizimlar bor.